С железнодорожного вокзала города Волжского на родину отправились более 800 жителей Узбекистана. Это трудовые мигранты, которые из-за закрытых границ не смогли до сих пор уехать из России. В России снова начались облавы на мигрантов. В Москве в районе ТЦ «Принц Плаза» силовики уже второй раз за месяц устроили рейд, по итогу задержав сотни мигрантов. Как же граждане России относятся к мигрантам из Таджикистана и Узбекистана? Параллельно с принятием этого ограничения началась масштабная кампания по выявлению и выдворению нелегальных мигрантов из страны. Почему граждан Узбекистана отправляют умирать за Путина? 30 тысяч мигрантов уже отправлены на СВО. Кто превращает мигрантов в пушечное мясо? Желающие есть? Поднимите руку. Eslash og'ir bo'lgan narsalar bor. Ayniqsa san birodarlik deb o'ylagan hamma narsa shunchaki vaqtinchalik ittifoq bo'lib chiqqanini tushunganingda. Faqat qiyinchilik, musibat vaqtida, urush paytida millionlab ruslar ochlik va o'limdan qochganida ular qayerga borgan? O'rta Osiyoga, bizning Toshkent, Samarqand, Buxoroga. O'zbeklar ularni begona emas, balki qarindoshlaridek kutib olgan. Bitta uyda o'zbek va ruslardan iborat 5 ta, 7 ta oila yashashgan. Bir tovoqdan yegan, bir yerda uxlagan. Ayollarimiz tilini ham tushunmaydigan bolalarni bag'riga olardi. Chunki bilishardi, bu ko'zlar o'limni ko'rgan. Oxirgi nonni, oxirgi qultim suvni baham ko'rdilar. Hech kim so'ramagan, rusmisan, tatarmisan. Shunchaki yordam qo'lini cho'zib bag'riga olgan. Chunki inson bu inson. Bizning nonimiz ularga najot bo'ldi. Bizning uyimiz ularga boshpana. Toshkentni o'sha paytlar non va mehr shahri deb atashgan. Bu chiroyli ibora emas, bu ter, ko'z yoshlari va so'nggi non bilan tuyilgan haqiqat edi. O'shanda biz ularni uyimizga kiritdik. Bugun bizni churka deb atashadi. O'shanda biz ularni bolalarini bag'rimizga olgandik. Bugun ularni bolalari biznikini yuziga tupuradi. O'shanda biz odamlarning hayotini saqlab qolganmiz. Endi esa bizni so'kib, haqorat qilmasin deb og'zimizni yopamiz. Bu qanaqasi bo'ldi? Nimaga bir paytlar biz yordam berganlar endi bizdan yuz o'giryapti? Nimaga birodarlik bir tomonlama bo'lib qoldi? Nimaga biz ham inson ekanligimizni yana bir bor isbotlashimiz kerak? Buni tushunish uchun o'tmishni eslashimiz kerak. Bu video shunchaki hikoya emas, bu birodarlik bo'ysunishga, yordam esa xo'rlikka aylangan haqiqat. Hozir odatda tilga olinmaydigan haqiqatni gapirib ko'raman. Bu o'tmish haqidagi hikoya emas, bu tugamagan hikoya va u o'zbek tuprog'iga ruslarning oyog'i ilk bora qo'ygan qadamdan boshlanadi. Toshkent, 1865-yil. Tong sahar. Quyosh asta-sekin shaharni yoritmoqda. Erkaklar dalalarda ishlayapti. Ayollar ko'zalarda suv tashishyapti va birdaniga chang ko'tarilyapti. Shamoldan emas, balki begona otlardan. Shu tariqa O'rta Osiyo ozodligi boshlandi. Har holda Peterburgda buni shunday deb atashardi. Aslida bu hech qanday ozodlik emas, bu urush edi. Haqiqiy, qonlik iflos kolonizatsiya. Toshkentga hujum paytida minglab odamlar halok bo'ldi. Bir hafta davom etgan artilleriya otishmasidan keyin shahar quladi. Masjidlar kazarmaga aylandi. Uylar esa o'q qurol omborlariga. Ular buni tinchlik missiyasi deb atashdi. Biz yovvoyilarga sivilizatsiya olib boryapmiz deyishdi. Amalda esa qishloqqa o't qo'yib, qarshilik ko'rsatganlarni dorga osishdi. Bir necha yildan so'ng Qo'qon xonligi hokimiyati quladi. Buxoro va Xiva Rossiya vassaliga aylandi. Qarorlar Buxoroda emas, Peterburgda qabul qilina boshladi. Shunda biri berib, biri jazolaydigan birodarlik paydo bo'ldi. Do'stlik so'zi har doim miltiq ushlagan odamning og'zidan chiqardi. Rossiya imperiyasi Turkistonda o'z tizimini o'rnatdi. Eng yaxshi yerlar rus muhojirlariga, paxta Rossiyaga.
O'zbeklarni esa arzon ish kuchiga aylantirib yersiz qoldirishdi. Biz yetishtirgan paxtalardan o'sha bizni qulchilikda saqlagan askarlar uchun formalar tikardik. Mana shunaqa birodarlik. 19-asr oxirida Turkistonga 10 minglab rus va totorlar ko'chib keldi. Daryo bo'yidagi eng yaxshi yerlar muhojirlarga tegdi. Mahalliy aholi uchun esa toshlik yerlar va quruq cho'llar qoldi. Moskvada buni yangi hududlarni o'zlashtirish deb aytishdi. Biz uchun esa bu ocharchilikni boshlanishi bo'ldi. Keyin iymon ortidan kelishdi. Madrasa nazorat ostida, vakiflar pichoq ostida, imomlar buyruq ostida, til esa begona harflar ostida. Ular nafaqat yerimizni olib qo'yishdi. Ular xalq ovozini tortib olishdi. O'zimizcha fikrlash huquqimizni, hatto namozni ham shubhaga aylantirishdi. O'zbekiston boshqalar iqtisodiyoti uchun resurslar manbaiga aylandi. Rus amaldorlar boshqargan, rus injenerlar qurgan, o'zbeklar esa qora ishlarni bajargan. Tinchlik deb atalgan hamma narsa xo'rlash asosida qurilgan edi. Lekin kuchli xalqni sabr toqatida ham chegara bor. 1916-yilda mobilizatsiyaga qarshi qo'zg'olonlar ko'tarildi. Minglab o'zbeklar, qozoqlar va qirg'izlar begona urush uchun okop qazishdan bosh tortdilar. Ularga bu imperator oldidagi burch deb aytishdi. Xo'sh, bolalarimiz ochlikdan o'layotganida imperator qayerda edi? Xullas, bunga javoban jazo ekspeditsiyalari uyushtirildi. 10 minglab o'liklar. Ko'pchilikni sudsiz, aybsiz Sibirga surg'in qilishdi. Shu bilan birodarlikni birinchi darsi tugadi. Biri qo'lini cho'zsa, ikkinchisi tepkini bosadi. O'z yurtingga birdaniga xizmatkor bo'lib qolding. Sal keyinroq esa yordamga muhtoj bo'lgan xalqqa aylanding. 1917-yil revolyutsiya. Podsho o'rniga tenglik, ozodlik, xalq birodarligi degan yangi shiorlar paydo bo'ldi. Ammo biz bu so'zlarning ma'nosini allaqachon bilardik. Birodarlikni podsho huzurida ham eshitganmiz, faqat negadir har doim to'kilgan qon bizniki bo'lgan. Shunday qilib bir imperiya tugadi va boshqasi boshlandi. Xuddi shu odamlar bilan, xuddi shunday takabburlik bilan, faqat endi qizil bayroq ostida. Inqilobdan keyin Rossiya podshoni shiorlarga almashtirdi. Tenglik, birodarlik, ozodlik. O'sha so'zlar faqat balandroq ovozda, yana biz tomonga. Sovetlar tinchlik bilan emas, pushkalar bilan keldi. Buxoro ham, Xiva ham, Farg'ona ham qonga belandi. Ular buni ozod bo'lish deb atashdi. Lekin har safar Rossiya ozodlik keltirganida ko'plab o'limlar kelardi. Minglab erkaklar yerni va dinni himoya qilish uchun ko'tarildi. Xalq uchun ular himoyachilar edi, lekin Moskva uchun banditlar. Keyin buyruq keldi. Hammasini yo'q qilish kerak. Va nafaqat odamlarni, balki xotirani ham yo'q qilishdi. Moskva chizg'ichni shunday olib, O'rta Osiyoni bo'lib tashladi. Shu tariqa O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston paydo bo'ldi. Bo'lib tashla va hukmronlik qil. Shunday boshqarish osonroq edi. Ular yerni emas, birlikni bo'lib tashladi. Keyin kollektivizatsiya. Non, yer, mollarni olib ketishdi. E'tiroz bildirganlarni xalq dushmani deb atashdi. Shunday qilib yangi birodarlik bizni ochlikka o'rgatdi. Keyin fikr ortidan kelishdi. 1937-yilda o'zbek yozuvchilari, shoirlari, olimlari otib tashlandi. Ularning aybi o'zbek o'z tilida fikrlasin deyishgani. Ammo 1937-yilda nihoyat O'zbekistonga tinchlik keldi. Keyin esa bu tinchlikda paxta mavzusi ochildi. Paxta SSSRning oq oltini. Millionlab ayollar, bolalar, erkaklar tong otgandan kun botgangacha quyosh ostida sarson bo'ldi. Moskvani boqayotgan paxtani qo'l bilan terishdi. Fuqarolarimiz faqat ishchi sifatida kirish mumkin bo'lgan mamlakat uchun biz tinimsiz paxta terdik. Toshkentda suv yetishmay qoldi, chunki hamma suv paxta yerlarga ketardi. Moskva nafaqat hosilni tortib oldi, u daryoni ham tortib oldi. Orol qurigan dengiz bo'ldi. Rejalashtirish xatosi deb atalgan ekologik halokat. Ammo bu xato emas, bu narx edi. Buyuk birodarlik narxi.
Plakatlarda birodarlik aslida iyerarxiya. Moskva kim sotsializm namunasiga loyiqligini, kim esa shunchaki ishlashi kerakligini hal qildi. Sovet respublikasida hamma teng deyishardi, ammo amalda kimdir hamisha boshqalardan ustun turardi. 1980-yillarda Moskva tartib o'rnatishga qaror qildi. Shu tariqa paxta delasi boshlandi. Minglab o'zbek amaldorlar tergovga tortildi. Gazetalar korrupsiya, mafiya, o'zbek o'g'ri, ekranda ko'rgazma sudlar. Bizning hosillarimizni 100 yillab o'g'irlab, keyin ayb bizda deb qaror chiqardi. Moskva bu yerda kim boshliq ekanligini yana bir bor ko'rsatdi. Keyin esa imperiya quladi. SSSR parchalandi. 1991-yil Soyuz, ya'ni ittifoq parchalanib ketdi. Xaritada yangi mamlakatlar paydo bo'ldi. Qog'ozda mustaqillik, lekin faqat qog'ozda. Iqtisodiyot quladi. Ish yo'q. Millionlab o'zbeklar bir paytlar birodarlar edik deb Rossiyaga ketishdi. O'shanda biz yana ularning shaharlarini ko'tardik. Faqat endi non bilan emas, qo'llarimiz bilan. Biz ularni uylarini, yo'llarini, metro bekatlarini qurdik. Ular esa o'sha joylarda bizni ushlab hujjatlarimizda talab qildi. Biz bo'lmasak ularni chiroqlari yonmasdi, lekin aynan bizga havoni to'sib qo'ydi. 2000-yillarda Rossiyada gastarbayter, migrant, begona degan so'zlar ko'p ishlatila boshlandi. Televideniyada begonalar to'lib ketdi haqidagi syujetlar, ko'chalarda oblavalar, metrolarda pasportlarni tekshirish. Kunduzi san tizimga keraksan, kechasi tahdiddasan. Kunduzi qurilish sansiz harakat qilmaydigan mehnatkashsan. Kechqurun ish joyini egallagan begona odam. Rossiyada kerak bo'lishing mumkin, lekin hurmatli bo'lishing qiyin. 2022-yilda kutilmagan urush boshlandi. Rossiya yana xalqlar birodarligi haqida gapira boshladi. Faqat bu safar birodarlik do'stlik sifatida emas, urushga o'lja sifatida jo'natishga kerak bo'ldi. Minglab muhojirlar va'dalarga ishonishdi. Fuqarolik, maosh, uy-joy. Ammo amalda loy, okoplar va o'limga duchor bo'lishdi. San bu urushni tanlaganing yo'q. Lekin u seni tanladi. Ko'pchilik ularni qayerga olib borayotganini ham bilmasdi. Ularga qurilishda ishlash deb aytishgan. Amalda Baxmut, Lugansk jang maydoni. Xullas, kerak bo'lsang akasan. Kerak bo'lmaganingda begona. Keyin senga qurbon kerak bo'lib qolsa, sen yana o'zimiznikisan. 2025-yil Rossiya. Ko'chalarda, metrolarda, qurilishlarda navbatdagi reydlar. Odamlarni kiyimi uchun, talaffuzi uchun, shunchaki ko'rinishi uchun ushlab oddelga yetishadi. Kimnidir urushadi, kimnidir xo'rlashadi. Begona shaharlarni qurgan minglab odamlar qo'rquvda yashashadi. Bugun odam emas, pasportdagi shtamp muhimroq. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi norozilik notalarini yubormoqda. Lekin tizim eshitmaydi, chunki qo'rquv ularni asosiy quroli. Toki biri rohatda yashar ekan, ikkinchisi reydlar va qo'shimcha ishlar orasida yashaydi. Toki biri buyuk kelajak haqida gapirar ekan, ikkinchisi politsiyaning ko'ziga qarashga qo'rqadi. Ular har kuni kechqurun ishdan qaytishadi. Indamay, e'tirozsiz, g'azabsiz, shunchaki mehnat qilib yashashadi. Ularni uyida kutib oladigan oila a'zolari yo'q. Har kun bir kun. Nechta tog'a amakilarni bilaman. 10-15 yildan beri Rossiyada ishlab, farzandlari otasini ko'rmay katta bo'lishadi. Ular e'tirof so'rashmaydi. Mukofot talab qilishmaydi. Shunchaki ularga inson sifatida munosabatda bo'lishlarini xohlashadi. 2025-yil Qozon shahri. Bozorlarda reydlar, O'zbekiston fuqarolariga nisbatan kuch ishlatilmoqda. Moskva, Peterburg, ommaviy tekshiruvlar, odamlar panjara ortida. Bu tizimga aylandi. Begonalar har doim aybdor bo'lgan tizimga. Hatto o'z mamlakatini mehnat bilan boqaman deganlar ham. Va eng qo'rqinchlisi, biz o'rganib qolganmiz. Reydlarga, xo'rliklarga, churka, gastarbayter, nelegal degan so'zlarga oddiy hayotga o'rganib qolgandik.
как будто xuddi shunday bo'lishi kerak. Dunyo bayroqlarda emas, pasportlarda ham emas. U insonlikni yo'qotmaganlar tufayli turibdi. Tarix bizni allaqachon non va og'riq bilan bog'lagan. Endi hurmat bilan bog'lash vaqti keldi. Bayroqqa hurmat emas, insonga. Birodarlik bu so'z emas. Bu insonni millat yoki chegara orqali emas, odam sifatida ko'rish. Eng muhimi, men hech qanday millatni haqorat yoki g'azablantirmoqchi emasman. Ishonchim komilki, yomon millat bo'lmaydi. Ammo davlat hech shubhasiz odamlarga bosim o'tkazayotganini ko'rish men uchun og'ir. Bunday holatda xalq albatta aqldan ozadi va boshqalarga zarar yetkazadigan xatti-harakat qiladi. Bo'layotgan ishlarga xalq emas, mamlakatni siyosati aybdor. Davlat siyosiy o'yinlarga berilib, urushlar bilan band bo'lib, o'z xalqini ovozini eshitmay qolgan. Xalq esa o'z jahlini birodarlariga yo'naltiryapti. Avvalambor videoni ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Ko'p tomoshabinlar videolarimni ko'rib, obuna bo'lmay ketishadi. Men uchun bu juda ham muhim. Qolaversa, kanalimda yana bundan tashqari qiziqarli videolar bor. Albatta o'tib, ko'rib va eng muhimi obuna bo'linglar.